Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Toshkent shahar sharoit plus nogironlar jamoat birlashmasi doimgidek ijtimoiy videolar taqdimoti bilan faol va bugun biz bir mavzu ko'tardik. Xabaringiz bor, 2023-yil 1-yanvardan boshlab nogironligi bo'lgan shaxslarga pensiya, ya'ni nafaqa to'lab berish tizimlarida bir qancha o'zgarishlar sodir bo'ldi. Lekin bu o'zgarishlar faqatgina ish faoliyati bilan mashg'ul bo'lgan va bandligi ta'minlangan nogironligi bo'lgan shaxslarga taalluqligi ma'lum bo'ldi. Lekin o'zini mehnat bozorida o'rnini topa olmagan bizni nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimiz bugungi kunda qancha pensiya olishadi va mazkur mablag'larni nimalarga sarflashadi? Ularga bu pensiya miqdori yetadimi yoki yo'qmi? Mana shu bir qancha savollarga bugungi videomizda javob topamiz. Kechqurun ishlamayman. Nafaqa olaman. 787 ming olaman. Faqat dori-darmon o'zimga ishlataman. Pampaslik ishlatamiz. U yoqqa bormoqchi bo'lsam, yurganimga yetmaydi. Qiynalaman ozgina. Nafaqa mana boshqa joylardan surishtiramiz. Birinchi guruh nogironliklar 2 million olishar ekan. Shuncha pulni olamiz biz. Pensiyam 786 ming var shunaqada. Babir yetishmovchiliklar bo'lib turadi. Men ham o'zim dori-darmonlarimga babir davolanishim kerak. Meni nogironlik nafaqam umumiy hisoblaganda 936 ming so'm miqdorida pul olaman. Ochiqni aytishim kerak, to'g'ri imkon qadar harakat qilaman yetkazib ishlatishga, lekin baribir meni ko'p ehtiyojlarimni qondirishga, qoplashga olayotgan nogironlik nafaqam yetmaydi. Men nima deydi, tavsiya qilardimki, albatta